Mana 2026-yilda so'nggi jahon chempionatida maydonga chiqadigan 5 ta futbol afsonasi. 5-Luka Modric. Xorvatiya maestrosi 2026-yilda 40 yoshini nishonlaydi. Bu uning so'nggi yirik xalqaro turniri bo'lishi ehtimoldan xoli emas. 4-Robert Lewandowski. Gollar mashinasi, Polsha qahramoni va 10 yildan ortiq Yevropadagi yulduz. U 37 yoshida so'nggi jahon chempionatiga keladi va o'z karyerasini kuchli o'yin bilan yakunlashni orzu qiladi. 3-Neymar. Uning jahon chempionatlari tarixi his-tuyg'ular va amalga oshmagan orzular bilan to'la. 2026-yilda 34 yoshida Braziliya libosida oxirgi bobini yozadi va unga doim qochib kelgan orzusini ro'yobga chiqarishga harakat qiladi. 2-Kevin De Bruyne. Belgiya rejissyor yarim himoyachisi keyingi chempionatda 35 yoshga to'ladi. Ko'pincha jarohatlar bilan qiynalgan u bu chempionatda terma jamoasi bilan so'nggi o'yiniga tushadi. Birinchi o'rinni esa birdaniga 2 futbolchi egallaydi. Qani ularni topa olasammi? Birinchi futbolchi hech qachon jahon chempionatida g'olib chiqmagan. Ikkinchisi esa 2002 yillikda uni qo'lga kiritgan. Kommentariyaga yozib qo'y.